Chang havo muammosi bilan bog'liq muhim xabar. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tuzildi. Farmonga ko'ra, maxsus komissiya atmosfera havosi sifatiga salbiy ta'sir qiluvchi moddalar yoqqan issiqxonalar va boshqa obyektlar faoliyatini vaqtincha to'xtatadi yoki tugatadi. Sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida filtrlar o'rnatish bo'yicha qonunchilik talablarining bajarilishini, AI-80 markali benzindan voz kechish bilan bog'liq chora-tadbirlar ijrosini nazorat qiladi. Shuningdek, maxsus komissiya qurilish ishlarini amalga oshirishga cheklov va ularga talablar joriy qiladi. Shu jumladan qurilish vaqtida changni bartaraf etuvchi uskunalarni o'rnatish va boshqa talablar. Maxsus komissiya zarur hollarda transport vositalari harakatini cheklaydi. Maxsus komissiya tabiiy changlanish kuchaygan paytda sanoat korxonalari, transport issiqlik ta'minoti va boshqa sohalarda cheklovlarni joriy qilish hamda oqar suv obyektlarida suv obyektlari, qirg'oq muhofaza mintaqa zonalarida qurilishni taqiqlash vakolatiga ega. Maxsus komissiya davlat organlari va tashkilotlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini ekologik talablarning amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida muvofiqlashtiradi. Yana bir muhim xabar: Toshkentda havoni tozalash uchun yangi uskuna joriy etilmoqda. Shahar ma'muriyati jamoasi suv mikrozarrachalarini uzoq masofalarga purkovchi dispersiya qurilmasini sinovdan o'tkazishga kirishdi. Ushbu uskunani o'rnatish uchun tanlangan dastlabki joylardan biri Olmazor tumanidagi Taxtapul massivida joylashgan 1-sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidir. Hurmatli fuqarolar, bizni kuzatib boring. Chang havo vaziyati yuzasidan ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz.